Assalomu alaykum. Bugun 2025-yil 16-sentyabr kuni bugungi gazetdagi uchrashuvimiz bo'lib o'tdi. Bu gazetdagi uchrashuvimizning maqsadi yuridik ham fizikalik shaxslarga Xalq bank tarafidan ajratib atalgan kredit turlarini transfer bo'lib hisoblanadi. So'ning bir qatori hozirgi vaqtda yoshlar uchun ajratiladigan kreditimiz bor. 18 yoshdan 30 yosh oralig'ida shekimga o'zini o'zi band etgan shaxslar uchun ajratiladi. Bu 6 ay muddatga beriladi, 1 yil imtiyozli davrмен beriladi, 18%dan ajratiladi. Bunda sol yosh ispanlar o'zining nesini rivojlantirish maqsadida biznesini rivojlantirish maqsadida alsa bo'ladi. Bunun pul o'tkaruv 100 millionga chiqim beriladi. Bu pul o'tkaruv yo'l orqali magazinning ta'minotchilari shartnoma tuzib, sol orqali magazinga o'tkazib beramiz. O'zine kerakli bo'lgan asbob uskunalarni olaman. Ya'ni bunda misol uchun xizmat ko'rsatuv, savdo, ovqatlanish, turizm, har turli taraf bo'yicha alsa bo'ladi. Sol taraflarga kerakli bo'ladigan janovi misol uchun kafe shotni bo'lsa, kafesini stol-stulchik degan shunday zotlar alsa bo'ladi. Sol pul o'tkazib ajratib beramiz. Bunda 3 shaxs kepilligi olinadi. Kepilni chiqarib beramiz. Arenda do'g'ri sanaladi. İşlep atırgan yerinin nesimiyle şartnama düzüp 6 yıl olsa, 5 yıl olsa 5 yıl müddetke şartnama düzüp alınады. Başka da o'zingizdan qo'shimcha so'rovlarınız bo'lsa, so'rasangiz javob berishga harakat qilaman. Qanday so'rovlar? Naqd beraman? Yo'q, magazinga beramiz. O'shanda izohlar olamiz. Pasport. 18%. Shaxslar bo'lsa, o'shanda istoriyasi toza, krediti vaqtida to'lagan shaxslar bo'lsa, alsa